Voy. Barchaga salom. Bugun oldin yeb ko'rmagan yoki oldin yeb ko'rgan, lekin yoqtirmagan mevalarimni yeb ko'rmoqchiman. Birinchi mana shu mevadan boshlaymiz. Buni oldin umuman yeb ko'rmaganman. Buni nomini ham bilmayman даже. Makrodan olibman. Dragon fruits deb yozilgan ekan. Agar boshqacha nom bo'lsa, kommentariyalarda yozib yuboringlar. Hozir buni kesib ko'ramiz. Ichi shunaqa chiqdi. Yeb ko'ramiz. Qanaqa kesishni ham bilmayman даже. Mana shunaqa yeb ko'ra qolamiz. Bilmayman. Unchalik ham yoqimli emas. Qanaqadir o'tni ta'miga o'xshaydimi? Ta'mi yo'q xuddi. Mangoni oldin yeganman. Buni chiroyliga qaranglar. Mango zo'r. Yangi mevamiz marakuya. Buni ham oldin yeb ko'rmaganman. Birinchi marta yeb ko'ramiz birga. Ko'rinishi shunaqa bo'lar ekan. Ichida o'zini mana bu shakar deb ko'ruvdim videolarda. Bu ochadigani bo'lar ekan.